Assalomu alaykum, hurmatli Soyuz Buxoro kanali obunachilari. Xo'p, bugungi video obzorimizda Southwest S0 Luxury, ya'ni bazaviy komplektatsiyasi hisoblanadi. Xo'p, bugungi videoyimizda aynan Luxury komplektatsiyaning barcha qulayliklari, barcha imkoniyatlari, funksiyalari hamda kuzovdan boshlab to ходовой sistemalarigacha tanishtirib o'tamiz. Videoni yo'qotmaslik uchun like hamda podpiska bosishni unutmang va biz aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyamizni tan narxi hamda to'lov usullari, imtiyozlarini barchasini video oxirida aytib tanishtirib o'tamiz. Southwest S0 Luxury komplektatsiyasi bu 7 kishilik premium klassdagi oilaviy crossover hisoblanadi va zamon talabiga kerak bo'lgan barcha qulayliklar, barcha funksiyalar aynan Luxury, ya'ni bazaviy komplektatsiyasida mavjud. Bir boshdan modelimizni tanishtirishni boshlasak, aynan tashqi ko'rinishi bu 2025 hamda 2026 top dizayniga tegishli hisoblanadi. Bunga misol zamonaviy 3D reshotka yulduzsimon va monoled chiroqlari bilan jihozlangan o'sha biz bilgan Li7, Li9lardagidek juda ham chiroyli dizaynda ishlangan va 540 gradus kamera, albatta bu polni diapazon. Bu nima uchun kerak? Mashinani parkovat qilasiz, parkovkadan chiqish uchun siz mashinadan tushmagan holatda to'liq diapazonni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mashinani gabariti katta, parkovka bo'lgan joyda bordyur bo'lishi mumkin, lyuk bo'lishi mumkin. Bu sizga qo'shimcha qulaylik sifatida o'rnatilgan. Va yana bir qulayligi shundaki, aynan bazaviy komplektatsiyamizda samotormojeniya bor. Ya'ni to'satdan yo'ldan peshixod bo'ladimi, velosiped bo'ladimi, 4 metrdan 10 metrgacha masofa saqlaydi va mashina o'zini o'zi to'xtatish xususiyatiga ega. Faralarga kelsak, faralari proyeksiozni adaptivniy lenziviy optika hisoblanadi. Bu faralarimizni ishlash prinsipi dalni chirog'i 300 metrdan 350 metrgacha yo'lni yoritib beradi. Tunnel hamda oftob botganda, ya'ni quyosh botganda o'zi avtomatik tarzda yonadi va strechkada dalni blижний o'zi avtomatik tarzda ishlaydi. Va yana qo'shimchasiga pavorotda rulni qayirganingizda mashinadan olday yoritib bera oladi. Xo'p, aynan Luxury komplektatsiyamizdagi dvigatel bu 1.6 litr объем turbo GDI hisoblanadi. Yaqinroq keling, motorni bir boshdan ma'lumotini berib tanishtirib o'tamiz. Xo'p, motor xonani o'zidan motorni yaqinroq tanishtirsak, aynan 1.6 litr объем turbo GDI dedik va aynan bu dvigatelimizni o't kuchi 197 o't kuchidan iborat hisoblanadi. Garatskoy siklda, ya'ni shaharda o'rtacha rasxod 7-8 litrni tashkil etadi. Dalnida stabilni 6 litr rasxodi bor. Bu dvigatelimiz juda ham bir soddalashtirilgan, marhamat yaqinlashtiring. Ya'ni o'zimiznikiday. Qarang, 4 silindr, switcha babina hammasi ko'rinar joyda turibdi. Hamda tseplin motor, ya'ni zanjilda hisoblanadi. Hattoki dinam injektorlari ham ko'rinar joyda turibdi. Va motor xonamiz 50% shuma izolyatsiyada hisoblanadi va pastki qismi karter strahofka bilan himoyalangan. Aynan bu dvigatelimiz Germaniya mahsuloti hisoblanadi va dvigatelimizning kafolati 200 ming 6 yil. Ya'ni 200 ming kilometr 6 yilgacha kafolati bor degani. Ya'ni siz umumiy hisobda aynan 200 ming kilometrni 10 yil davomida haydasangiz, demak mashinamiz 10 yil davomida kafolatda hisoblanadi. Va diska balonlarga alohida e'tibor bersak, aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyasini xo'p, kolyosni diagonal bu 255 ga 45 R20 hisoblanadi va to'rtala kolyos ham bu diskiviy tormoznoy sistema bilan jihozlangan. Ya'ni va qo'shimchasiga o'zini o'zi sovutish tizimiga ega. Va mashinamizning klinsi, ya'ni yerdan balandligi bu 32 sm ni tashkil etadi. Xo'p, Southwest modellarini kuzovi bu atsinkovый stal deyiladi. Ya'ni bu korroziyaga uchramaydi, zanglamaydi hamda chirmaydi. Qalinligiga kelsak, qalinligi 0.9 hamda 1. 0.9 bu bokovoy часть, 0.1 bo'lsa kapot hamda bagaj hisoblanadi. Xo'p, 540 gradus kamera bokovinkalarida ham mavjud va besключевой достуp tizimi mavjud. Ya'ni bu mashinadan uzoqlashsangiz, mashina o'zi avtomatik tarzda qulflanadi hamda yaqinlashsangiz, mashina o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Va aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyasida 3 kishiga mo'ljallangan sidena xotirasi mavjud hamda bokovoy oynasida slipoy zonasi ham mavjud. Bir boshdan salonni ichki dizayni haqida ma'lumotini berishni boshlaymiz. Videodan uzoqlashmang. Eshik dizayniga alohida e'tibor bersak, ya'ni salon qismi Mers dizayn bo'yi aytganimizdek ko'rishingiz mumkin va 60% kojadan iborat. Aynan tepa qismi juda ham sifatli kojadan iborat. Aynan bu oldi eshik emas, orqa eshikda ham
xuddi shunday ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli ko'rjadan ishlangan. Xo'p, salon qismiga kelsak, ko'rib turganimizda salon juda ham shinam va aynan bu premium klass hisoblanadi va eng asosiysi salonning ichki dizayni bu Mers dizaynda kollaboratsiya qilingan hisoblanadi. Bir boshdan tanishtirib ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, Southwest S0 Luxury komplektatsiyamizni salon ichki kojasi bu 80% dan iborat va eng asosiysi 50% zavoddan shuma izolyatsiyasi mavjud. Va alohida e'tiborimizni o'rindiqlariga qaratsak, juda ham sifatli kojadan ishlangan hamda perforatsiyali hisoblanadi, ventilyatsiya tizimiga ega va qo'shimchasiga isitish, sovutish tizimlari ham mavjud va har ikkala oldi qator o'rindiqlari bu elektropaket, ya'ni elektronning 6 bosqichdan iborat voditelь tomon, passajir tomon esa 4 bosqichdan iborat. Salon akustikasi Sony, ya'ni Yaponiya kompaniyasiga tegishli va salon bo'ylab 8 ta akustika kolonkasi mavjud. Xo'p, torpeda qismiga ham alohida detalni e'tibor bersak, torpedamizni tepa qismi juda ham sifatli kojadan ishlangan, o'rta qismi aquaprint, pastki qismi black piano hamda xrom kombinirованный hisoblanadi. Monitoriga kelsak, 12.6 dyum splashnoy tablo monitor hisoblanadi. YouTube 100% tushadi. Va yana aynan multimedia alohida, speedometer alohida hisoblanadi. Va albatta Lobavoyga alohida e'tibor bersak, qo'shimcha ma'lumot o'rniga aytib o'tishim shart. Lobavoyda spiral tizimi mavjud. Ya'ni bir bu Lobavoyda emas, har ikkala bokovinkasida hamda orqa oynalarida isitish tizimi mavjud. Bu nima uchun kerak? Qishni kunida mashina tashqarida tursa, yomg'ir yoqqandan keyin qorga aylanib muzlasa, 30 sekundda muzni eritib yuboradi. Aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyasi bu intellektualni hamda funksiyalarga boy model hisoblanadi. Xo'p, rul qismidan boshlasak, rulimiz elektrousilining hisoblanadi. Bu oddiy gidrolika yokida elektronni emas, rulni o'zida ikki xil rejim mavjud. Ya'ni bu komfort hamda sport. Abagrev ruli bor, ya'ni rulimizda qizitish tizimi mavjud. Va aynan rulimizda bor funksiyalarni bir boshdan sanab o'tsam, modelimizni o'ziga ham bu bog'liq funksiyalar albatta. Qarang, adaptiv cruise control, polosa держатель hamda bespilotnik tizimi mavjud. Bespilotnik deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni bespilotnik degani mashina haydovchisiz o'zini o'zi boshqarish tizimiga ega. Va qo'shimcha ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart, rulimizni o'zida lipistok, ya'ni tiptroniklari mavjud. Ya'ni bu mexanika sifatida haydamoqchi bo'lsangiz, aynan rulni o'zidan skorostni qo'shib ayrishingiz mumkin. Xo'p, monitorimizni interfeysi bu rusifikatsiyada hisoblanadi, ham ruscha, hamda pastki monitor bu iqlim nazorati hisoblanadi va aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyasida iqlim nazorati 3 zonadan iborat. Ya'ni oldi 2 zona, orqa 3-zona hisoblanadi. Bu nima degani va qanday ishlaydi? Bu iqlim nazorati degani umumiy hisobda 3 zonali hisoblansa, birinchi zonasi misol uchun qishni kunida pechkani 20 ga qo'yishi mumkin hamda yonidagi passajir 15 ga qo'yishi mumkin. Umumiy hisobda haydovchi konditsionerni yoqib, oldidagi yo'lovchi pechkani yoqsa bo'ladi. Bu bir vaqtni o'zida ishlaydi albatta. Operator bitta yaqinlashtirib ko'rsataylik. Old qator, orqa qator va havo sifati deganda bu svejiy potok vozduhi tashqaridan ifloslangan chang havoni salonni ichiga filtrlab kirgizadi. Ya'ni bu ham bir qo'shimcha qulaylik hamda qo'shimcha ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz shart. Bu xo'p, ko'rishingiz mumkin. Issiq sovuqni nazorat qilish hamda bu pasaytirib hamda kuchaytirish. Har bir qator uchun mo'ljallangan. Va albatta svejiy potok vozduhi, marhamat. Bu bir tashqaridan havoni filtrlamaydi, aksincha salonni o'zida ham, misol sigaret cho'kkanda yoki ovqatlanganda salonni ichki atmosferasini ham tozalab berish imkoniyatiga ega. Monitor qismiga kelsak, mashinamiz 3 xil rejimda harakatlanadi: Eco, Normal, Sport. Va городской siklda boya aytganimizda sredniy расход 7-8 litr tashkil etadi. Bu rejimga bog'liq albatta. Xo'p, va albatta bu modelimizda Apple CarPlay hamda Android Auto tizimlari mavjud. Umumiy hisobda siz qo'l telefoningizni ulab multimediani boshqarsangiz bo'ladi. Va albatta aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyasida o'zida zavoddan video registratori ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Va bu hali hammasi emas, diktafon tizimi ham mavjud. Endi bu zamon talabi. Va 540 gradus kamera, polni diapazon ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Marhamat.
Monitorlarimiz juda ham tiniq ishlaydi, barmoq sezgisi juda ham chaqqon. Va eng asosiysi aynan Soulwist S10 Lite Luxury komplektatsiyasi yoki-da Comfort komplektatsiyasida YouTube 100% tushadi va buni o'zimiz ham o'rnatib beramiz albatta. Xo'p, deflektorlarga alohida e'tibor bersak, bu aytganimizdek MERS dizaynga ishlov berilgan. Va uzatgich dastagi bu xrustal, ya'ni qo'l mehnati deyiladi, 7 etapdan o'tgan. Ya'ni bu starokda, apparatda ishlanmagan haqiqiy qo'l mehnati. Xo'p, ko'rib turganimizdek, orqa qismi juda ham keng va qarang, alohida e'tibor berishimiz shart. O'rta qismida, ya'ni to'siq mavjud emas. Bunda o'tirib ko'rsatamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Orqa qismida ham qulayliklar juda ham ko'p. Bunga misol, bardagi deflektor, USB portlari Type-C hamda USB hamda iqlim nazorati va orqa o'rindiqlari ham isitish tizimi bilan jihozlangan. Va albatta, misol siz uzoq yo'lga chiqdingiz, charchadingiz va siz o'rindiqlarni 60 gradusga o'zgartirishingiz mumkin. Marhamat. Va qo'shimcha qulaylik sifatida orqa o'rindiqlarida ham bar mavjud. Va albatta, e'tibor berishimiz shart, old orqa paroglarida logotiplari освещенияda hisoblanadi. Ya'ni juda ham did bilan ishlangan. Xo'p. Bagaj qismiga kelsak, bagaj qismi elektronli hisoblanadi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, 6-7 o'rindiqlari yotqizilgan holatda bagaj hajmi 460 litrni tashkil etadi va agarda 6-7 o'rindiqlari tikka tursa, shunda bagaj hajmi 100 litrni tashkil etadi. Va bu hali hammasi emas. Misol siz uzoq yo'lga chiqdingiz, yo'lda charchadingiz. Bemalol har ikkala qatorni yotqizib, mashinani o'zida dam olsangiz bo'ladi. Shunda har ikkala qatorni, marhamat, shuni bitta videoda ko'rsatib bersak, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Har ikkala qatorni yotqizdik va shunda bagaj hajmi 1600 litrni tashkil etdi. Bu umumiy hisobda duxspalni degani. Yo'lda charchadingiz, bemalol damni olib, yana yo'lda davom etsangiz bo'ladi degani. Va modelimizda detski rejimlari bor. Aynan bu detski rejim bagajda kifoyalanmagan oynalarida hamda panoramasida ham mavjud. Va xadavoy qismiga kelsak, aynan Soulwist S10 Lite'ning xadavoy qismi bu italyanskiy McPherson hisoblanadi. Ya'ni har biri alohida mustaqil ravishda harakatlanadi. Va old orqa boya videoni boshida aytganimizda parktroniklari bor. Aynan bu parktroniklar parkovkaga mo'ljallanmagan. Ya'ni bu xavfsizlik darajasini juda ham oshiradi. Nega deganda, agar DTP holati yoki-da ehtimoli bo'lsa, sizga ovozli tarzda xabar beradi va sizni hushyorlikka chaqiradi. Va yana aynan выхлопной sistemalari bu har ikkalasi ham ishlaydi, obmanka emas. Xadavoy chassini ham operatorda ko'rsatib bersangiz. Va albatta 50%, 60% zavodskoy shuma izolyatsiyasi bor dedik. Bunga misol podkrenliklari barxitda izolyatsiya qilingan hisoblanadi. Ya'ni bu plastmassa emas, yo'lda to'satdan tosh otganda ham salonni o'zida eho bermaydi. S10 Lite Luxury komplektatsiyasini orqa yon oynalari bu zavodskoy tonirovani hisoblanadi va bu kalyonli zavoddan 50% ga tonirovani keladi. S10 Lite modellarimizning barchasida ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart, avtozavedeniya tizimi mavjud. Va yana qo'shimcha ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart, aynan S10 Lite modellarimizda avtozavedeniya tizimi mavjud. Ya'ni siz pultda mashinani uydan chiqmagan holatda yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Bunga misol marhamat, ko'rishingiz mumkin. Va albatta pultdan yoqib o'chirish 80 metrdan 100 metrgacha masofa saqlaydi.
S0 Luxury komplektatsiyasi bu intellektual funksiyalarga boy model dedik. Yana bir qulaylik shundaki, aynan Southwest S0 Luxury hamda Comfort komplektatsiyalarida zavodskoy signalizatsiya mavjud. Buni video davomida ko'rsatib beramiz. Xo'p, ko'rib turganimizda Southwest S0 Luxury komplektatsiyasi juda ham optimalni, juda ham byudjetli hamda funksiyalarga boy har tomonlama qulay mashina hisoblanadi. Xo'p, kafolatiga kelsak, umumiy hisobda Southwest S0 Luxury komplektatsiyasi 200 ming kilometr 6 yil kafolatiga ega va bu kafolatda dvigatel, korobka qismi, kuzov kraskasi, salon kojasi hamda elektropriborlari, hattoki pultni batareyasi ham kiradi. Va aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyasi uchun konvertida 7 xil rang ajratilgan va barcha ranglari Swiss Buxoro avtosalonida nalichida mavjud. Xo'p, tannarxiga kelsak, aynan Southwest S0 Luxury komplektatsiyasi hozirgi kunda sotuvdagi tannarxi 403 million va siz xohlagan to'lov usuli asnosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисление, hattoki foiz penalarsiz rassrochka imtiyozi orqali atigi bitta pasport evaziga o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin va albatta bu imtiyoz O'zbekistonning 12 viloyatida ham amalda mavjud. Naqd xarid qilaman degan mijozlarimiz, yurtdoshlarimiz uchun 364 millionga chiqazib beramiz va albatta umumiy hisobda salkam 40 million chegirmasi ham bor.